bola! Tura o'rningdan! Qara, men cho'q kiyimni ming bir tasdiq tushib kiygizdim. Ha, jumla, yeni juma. Ufqon qarg'ash o'yna. Men taloqqa chiqib ketyapmisan? Sopol quloq. Tekdim deb qandoq ayak tegib qoldim men. To'y qilib 10 yil bo'lay dedi. Boshqasini demayli qo'yay, to'ylig'imning chalsin kextib beramidi bundan qipi. Xalqning xotinlarga qaraydigan bo'lsa, kiyib-ilishlari, esib-ilishlari. Mening shulardan narim kam, ha? Depiqimda mening narim kam. Tek bölüm boshlig'i bo'ldim deb, munda g'adivog'ini bilanchi uyga maoshdan boshqa hech nima kirmaydi bu to'q yurak. Paxtiyanatli kadr bo'ldim deb, o'samagandan keyin haqlarni xo'sh qilib, o'zim xo'sh qilsam-mamdo. Yo haqqi nap beramagan, yo haqqi nap olamagan. Yilqi yo qoq olamay, yo burkut olamay o'tirib qolgan. Mushundaq lim-lim ag tegib, ko'rgan kunim shu'u. O'zimga ol. To'g'ri. Mush odamga omad kasimi ajoyib keldi ekan juma. Bugun taqi ishdan tushib, idora oldiki yo'ldan o'tkitay deb tursam, bir mashina voshshidi keldi. Jaqqa so'qib, to'qqida tushdim. O'mlab endi o'rimda qo'pay deb tursam, hali bayvatchi mashinadan tushib, bir tutam pulni qo'limga tutqizib qo'yib, "Xapolma aka, ishim oldirashdi. Doktorga o'zingiz berib keling" deb ketib qoldi. Sanab baqsam, naq 1000 so'm pulga. İdora doktorxonasiga borgandim, ishga ko'r tepib qo'ydi. Menga 998 ko'y foydasi qoldi degan gap. Aras, endi men bu pulni akrab xotinning oldida paqida bir etib boqay. Yannim deydiki. Ha, pul, boylik, bola chaqa bilan xo'sh yo'q qodir. Qaytib keldingizmi? Ha, qaytib keldi. Voy. Peshonlarga nima bo'ldi? Ishim bo'lmadi. Yo'ldim. Bo'ldi. Allah, yelib ketibdi emasmi? Eskisi o'ngishilib qoldi. Ha. Aytma, kimning eri urdi? Chaqchaq qilmagana bo'ldi. Ey, eri bir yoqqa tushib ketgandir, kirsingiz ummanda o xotinning qishig'a. Ha, shu eri yo'q vaqtida qo'y kirgan. Kim biladi ish qopnishini yana bir sivak emasmi? Ha, toza bozor va xotin kanda, ha? Bo'ldi, chaqchaq qilmagana bo'ldi. Chaqchaqni qo'y. Aras. Chaqchaqni qo'yib. Tutaman 1000 so'm pulni. Voy, nereden tuttunuz? Bunu sizga kim berdi? Sen sorma bo'ldi. Yülümüşü bunca cıq bunu sizga kim berdi deyman. Men akirpagandan keyin hajlashni bilmamsa, so'ravermay. Ha, tushundim. Siz zamanda yoshirib yuribdi ekansizda. Nimani? Manichu? Haqlarning xushamitini. Xushamiti? To'g'ri. Bu haqlarning xushamiti. Meni yorimasdan aytding-ku. Bizga xushamat qildiganlar anchalik oz emas. Pulga aytdi. Pul degan baqo aksining qo'lning kiravi. Voy qayr tilkam. Mandaqmi hunarim bor daga? Hamda ba'zida odam yomon tas kunga qoladigan-ku. Bu xalqning xushamatini olmay desang, byurokratlar pullaydi. Olmay desang, o'g'daklar bo'lsa elish kerak. Do'miz kishilar sizni ahmoq deydi. Ular ushaq-tushaq narsalarga biroq qo'yning go'shti, bir asvat mevchiv deganga o'zimizni buzib tushmaymiz biz. Gun ko'tarmaydi. To'g'ri. Og'andikin toz yo'g'on melish kerak. To'q yuraklikning badini olta tuxmadi. Bo'ldi. Deb pasta so'zlamay. Amdichi? Sen buningga ravrus bir qo'r kiyim ol. Ya, tabisi. Oldi bilan sizga yana bir qo'r kiyim olaylik. Manga? Ya. O'zing galira. Manglago, pul degan jiqqa. Manga kelaqatim olamiz. Mayli. Bugun g'o'p qilib 1000 so'm kirdi. Ati g'o'p qilib 2000 kirsa, masjid dasvasi bu tijoratni undan qolmishdi. Kiram. Assalomu alaykum, salom qilishing. Qanday yaxshisiz? Dash, voy. Bu. Qarang Boris. Oqshom bir cho'konga chaqchaq qilib tikan toza erkab qilib qopoqqa birni saptadan. Yaxshi. Mana.
Tümgün kezde sen eliqi beliden çek uçalıp git bağın semiz eliqi boğma xotunun eri vuruptu de. Hey, bizde undan niyet olgan bile undan cüret yok. Nima? Mana çakçakni yüzü başlap qo'y, yüzde erkin emasmi? Qara, yo'lni o'tkitib olsam işte. Bo'ldi. Ishdan chiqishingda yo'lda o'tib ketmasdan bir mashina kelib, bash degan go'min soqib turib, pok ichida. Ha, shu. Tushunadi mana. Tushunadi mana. Kelan. Ha, Qaradash. Men sening yaningga xizmat to'g'riliq keldi. xizmat ila? Ha. Mana bu jadvalni to'shqizib bo'lmag'idek. Ning jadval ekan bu? Qara, hozir xabaring bor. Bu chirklik qarshilik tadbir qo'llanadi emasmi? Ha. Shu bo'limdan yuqori kadrlarning hammasi bu to'shqizib bo'lmaydi ekan. Meyaga qara. O'zining oylik kirimini yozdi kelsa. Ha. Mana meyaga ayolining oylik kirimini yozdi kelsa. Ayolimnikini. Va astiga parag'an, ammag'aligini yozdi kelsa. Vay, hech yo'q deymi? Sabah dishim, senda unday yo'q-da, ha? Lekin bossy adash, cho'qim yozimsan olmaydimi? Ha. Qiraqalar kamchilik degan gap emasmi? Va chaqchaq qilmanglar. Hey Varis. Ha? Siz bizning bolalarning dadisi to'g'riliq biror gap anglab qolmagansiz, ha? Yaqay, hech yo'q. Adash senda unday yo'q-da, ha? Bizda unda qobiliyat yo'q bu adash. Qaramani yo'q deydi. Agar bo'lsa bizdan yoshirmay davirimchimi? Men dedim-ku, hech yo'q deyman, ha? Qara adash, sen mani degan to'shqizbasan. Aytganlikmi, aprobni idora o'tkazbasan, ish tugaydi. Hozirdan boshlab to'ldirayman buni. Lekin bog'i adash, obdaroq o'ylab yozma. Ha, o'yin nima? Mayli kichik bo'lsin, mayli cho'ng bo'lsin, cho'qim yozimsan olmaydi. Ha. Bizda unda ish yo'q adash. Hey Varis, mash qiladigan saboqdashchimi? Shuni demamsiz. Agar haqni oldigan bo'lsam, ota-aytmas bizning idorada mushak buni qidirib akinamdan, ha? Nima gapni qildi ekansiz? Bu qitim bu ishni xeyli bek ching tutadigan o'xshamamsizlar? Albatta. Aras, men sizlarga bir gapni beray, lekin buni hech kimga demanglar. Bu qat'iy maxfiy bo'lsin. Bu qitim bog'i bizning idora boshlig'ining ish chatoq. Nima deydi bu? Nima deydiganda, uning nasllar amlashib qoldi. O'taga hech narsa bilmay, gidib loqilab yuradi. Shundami? Ish qilib bir kun vaqo uni dum. Ititamda? Atmagan bilan masalasi amillashganda hukumat nima his qildi uni? To'g'ri, echki tegishlikni atidi. Ha, tutishki tegishlikni tutdi. Tutaverdi. Boshqa tegishlikni cho'qim solaydi. Solab qo'ydi. Bu qatim qonunning to'ridan hech kim qochib qutulmaydi. Unda bo'lsa bu ishni qandoq tekshirish? Voy, sizga nima bo'ldi? Bu ishni qanday tekshirasiz? Tekshirish deganning usullari ko'p-ku, ha? Siz daqiqmi? Cho'g'ning ichida paxta saqlag'anda, paxtaning ichida cho'g'ni saqlag'anda, ha? Bo'lmaydi. Ha. Har qanday ilgar tulkimi, ha? Bir yerdan chandirib qo'yamiz, bir yerdan cho'qim chandirib, quyruqni ko'rsatib qo'ydi. Ha. Masalan, Vali bugun birsidan men ko'p para oldi. Ha. Bu pulni u nega gapirdi? Ha? U bu pulni sizga berdi. Ha. Siz bu pulni nega o'shirib qo'ysiz? Men dehod. Belli mana. Siz qo'rqib ketib bu pulni nega o'shirib qo'ysam bo'ladi degan o'ylayapsiz. Agar men topshirmsamchi? Topshirmsamchi? Bu oson-ku, ha? Bu nəhayət oson gap-ku. O chaqda men sizdan asta so'rayman. Vali sizga pul adimi, bermadimi? Radi shu. Qani? Oy, buni men topshiray. Mana masala Bu nimash? Buni Valik bo'yan birsi beribdi-ku. Qo'tsla. Hey Vali. Sen bu ishni qildingmi? Nima chiqdimi? Xiyonat qilding. Chaqchaqimig'ida bu xiyonat qilgan pul emas. Haq bergan pul bor. Bir o'xshash parabsan-ku buni. Paragan pul emas. Haq bo'lgan to'lab bergan pul bu. To'lab bergan? Ha? Sana to'lab bergan. To'lab berdi. Ha, qanday to'lab berdi? Ay, sana dedim-ku, men ko'rdingmi? Idarada ishni oldida o'tkitib olsam bir mashina mashina kelibsa, go'mida qopib o'chiradi. Ha. Ey, Vali, men kallani ishlatib berib gap qila. Bu men sana bayatni to'xtagan hikoya bu, ha? Qiziqga bu. Yolg'onni gaplashtirib qandaysiraman. Bu yolg'on. Ay, bana ya. Bakar. Ey. Mushkemda kimni xotin kishdan checha uzun aql qisqa deylaydi? Men ayolining aqli o'g'achgan, men buni hech ishlatmay, meni to'liq menga topshirdi. Gap qila. Hey Varis, buni texi Vali bo'yanlar kiritdi-ku. Bo'ldi. Bo'ldi bu ishni o'zim to'g'rilay. To'g'rilay. Meni pulimni sen to'g'rilamsa? Voy, bo'ldi.
Mavosining tunji qitimliqniki, ha? To'xta, tunji qitimliqga. Uning ustiga ma pulninki sonimi ko'p emaskan. Ha, bo'ldi, xotirjam bo'ling. Asosini mening pulim tevak, ha bundan. Bo'ldi. Bu ishni o'zim to'g'rilay, ha. Qaga ishni vaqtga bir narsa shay. Adash men nima qildim bu meni mashina soqatgani. Axir yana mashina soqatgan daqinda. Ay, yo'q deyman. Ey! Unda qimma pulni berayotgan men qarab tasdim bu. Ey, beka hammani surishtirib qolsa ishim chatoqchimi? Ba, hammani surishtirib. Ey! Sen nima qilding onaga? Men bu parag'an pul emas bu. Bo'ldi qilma. Shunchalik men ishni aplashtirolmay. Bo'ldi. Bugundan tortib chosh muashqa shukr qilib o'tiraylik. Men